Bunaqa so'rlarni hali umuman ko'rmagansizlar. O'zbekistonda nomer 1 bo'lgan katta qo'rg'on so'rlarini ko'rsataymi? Ketdik. Mana buni go'zalligini ko'ringlar mana. Hozir yarim soatlar bo'ldi bitganiga, o'zimiz mana hali kraskaladamiz. Rushnoy shotkachada qilib chiqqanmiz. Buni ko'ringlar go'zalligini. 10 ga 10 profil, 10 ga 5 ligi, 6 ga 4 dan. Xullas bunga umuman gapirmasa ham bo'ladi. O'zi mana videoni o'zida ham ko'rinib turibdi. Juda ham chiroyli, baquvvat bo'lgan. Mana bu gulchalarini ko'ringlar. Har bittasi polavtomatda, kempamatda qilib chiqqan. Juda ham chiroyli bo'lgan. Razmeri 270 ga 3,5 bo'lyapti. Mana bunaqa chiqadigan zinachalari bilan hozir 3 dan ham o'tyapti. Keyin mana operatorimiz pasaytirdi. Mana bunaqa har bittasida tormozi bor, balonchalardan bo'lyapti. Bemalol buni surib, xohlagan joylaringga soyaga qarab ko'chirsanglar bo'ladi. Buni narxini aytib o'tib ketaman. 7,5 million so'mga Samarqand territoriyasiga dastavka bilan chiqadi. Kraskalari ham eng qimmat xamirdan bo'lgan. Mana bunaqa tillo gumbazchalari bilan juda ham